3 oyda bitta qo'y necha pul daromad qilishi mumkin? 3 oyda. Ha. Pul narxini eshitishdi. Endi-da siz necha pul 3 oyda bitta qo'y uyingizda necha pul yeb chiqib ketadi? Bozorga yetib boradi. Odam meni olishimda qilib odamlar Xo'p. kimdir ololadi, kimdir ololmaydi. Xo'p. Meniki million oshiqdan foyda qiladi. 1 milliondan oshiq foyda qiladi. Lekin odamlar yoshi misol 8 taligini ham olishaveradi. 8 talik, undan qarisi bo'lmaydi. Undan qarisi bo'lmaydi. Ikkitish, 4tish qo'y o'zgarishga ham yaxshiroq bo'ladimi? Yaxshiroq bo'ladi. Bunisiga 3 paqir, bunisiga 4 paqir. Ayda 9 dona. Bayda 9 ta. Ustiga savarilaveradi. Bitta ham go'nga tushgan bo'lsa ko'rib qolaman. Mana ustiga Ha, to'g'ri, tushunarli. Xomlig'ida 10 kilo, 6 kilo. Bir oyda. O'shanda bo'kib buni yegan qo'y bo'kib qolmaydimi? Bo'lsa ham o'zi yozilib ketaveradi. Bu pishgan makka va mashina qilib yeb tursa qo'y necha oyda tayyor bo'ladi? Qisqirsa 70 kunda pishadi. 70 kunda qo'y tayyor. Ashi Makka bug'doy. u makka juda katta bo'lib ketganda pishgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilar. Azzam jon menga uy sharoitida qo'y boqishdan ko'proq chiqaning degan akalarimizga bugun maxsus video bo'ladi. Akalar Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha mashhur arzon cho'ptinchilar qishlog'ida Xudo xolasa o'sha Islom akamiz o'zlarini bir 30-40 ta qo'y bor ekan, qanaqa qilib boqib, qanaqa qilib katta daromad qilsa bo'ladi degan akalarimizga bugun maxsus video bo'ladi. Agar Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, like deb tirsiz bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib tursalar, maynaqa qo'y chiqarib, qanaqa qo'y olib foyda qilsa bo'ladi, qanaqa katta daromad qilsa bo'ladi degan akalarimizga sekin o'zlaridan chiroyli qilib ma'lumotlar beramiz. Akalar, hafta kuniga bugun juma. Juma ayyomi hammamizga muborak bo'lsin deya biz videolarimizni yo'masdan boshladik akalar. Juma bo'lsa 2025-yil 25-aprel. Xudo xolasa yo'masam mashina qilib pishirilar ekan kelar mana. O'zini qiyidan chiqqan lashlarni chiqarib maynab pishirib. Yo'masam sekin o'zlaridan chiroyli qilib bor ma'lumotlar beramiz akalar. Yo'masam Islom akamni o'zlari. Hormay Islom aka. Salomat bo'linglar, ha. Tinchmisiz? Qo'ylar qarayapsiz. Xudo xolasa qo'ylarni yemini tayyorlayaptilar akalar. Mana qanaqa qilib boqish. Yemiydigan payti bu. Yem soat o'zi necha 6 da yemaydimi? 6da o'tganda 6da yeydi. 6 dan o'tganda 6larda yem yeydi. 8da. Ertalab 8da. 7:30-8da beramiz. 7:30-8da. Kelar mana. Buni ichida nima bor hozir bayda? Mana makka bug'doy pishirilgani. Bunga hozir olib qo'ydingizmi makkani, bug'doymi, makkani pishirilgani? Bu issiq, hozir issiq. Ha. Mana. Tuvini ham aralashtirasizmi hozir bunga? Bo'lmasam-chi. Ko'p yerda borganda suvini hali qilmaganda-da. Siz suv bilan berasiz buni. Buni ustiga chuluq solyapman, kepak solyapman. Hozir ana makkani aralashmasidan. Mana makkani ustidagi po'sqalari bo'lardi, o'shandan qolmay qoldi. Ha, o'shalarni ham aralashtirib berasiz. Ha, o'shalarni aralashtiraman. Hozir men qozondagini oz buni qilib oldim. Men idishim kichkina, yarmi bunda turibdi. Mana shu qozonda pishgandan keyin suvi qolmaydi, to'ladi. Xo'p. To'lgandan keyin ikkiga bo'laman-da. Yarmini bunga, yarmini bunda bir paqirdan sovuq suv quyaman. Sovuq suv. O'shanda buni mayka sal qo'lni kuydirmaydigan bo'ladi deysizmi? Ha. Qo'lni kuydirmaydi. Sovushi sal qiyinroqda. Yo'q, u baribir o'zi suv qo'shish kerak-da. Baribir o'zi suv qo'shish kerak, ha. Mana mayna qilib mana tayyor bo'ladi. Xo'p. 70 kun akalar mayna qilib 70 kun. Qo'y buni yegan qo'y haqiqatan o'ta boshqacha o'zgarsa kerak. Tayyor. Mana mashina tayyor bo'ladi. Mana mashina qilib faqirga akalar. Boshlanishiga 3 tadan boshlaysizlar, 5 tadan qo'yga bitta paqir, 15 ta qo'yga 3 paqir. 15 ta qo'yga 3 paqir edi. Yangi boshlayotganlarga. Yangi boshlayotganlar bir haftadan keyin 4 paqirga chiqarishadi. 15 kun shunda edimi ya? Yo'q, bir 20 kun. 2 hafta davomida 4 paqirdan yo'radi. 4 paqirdan 15 ta qo'y. Bir oygacha o'rta birinchi birer hafta 3 paqirdan keyin ag'i 4 paqirga chiqarib qo'ysa 1 oyga olib borasiz.
Bir oyga borasiz. Ha, tushunarli. Pishmagan lekin makka bo'lsa O'ltiradi. o'ltiradi. Pishmagan makka kerak lekin qattiq haligi bo'lishi mumkin. Pishmagan lekin. O'ltiradi. Aralashtirilib beriladi. Necha mahal edi mashinada? 2 mahal. Ertalab kechqurun. A bitta nima edi? Bitta eshagi bilan suv keladi xolos. Masalan, olti akalar qolgan ma'lumotlarni shu qo'yni oldiga borib beramiz. Hozir bu masal mana shuni pishirib ko'rishsa keyin bilishadi. Qo'y qanaqa qilib o'zgarishi, qanaqa o'sha Puli ham arzon tushadi-da. buni puli ham arzon qulaydi. Mana puli ham arzon. Buni degan qo'y haqiqatan boshqacha o'zgarsa kerak lekin. Bag'irda 5 kilo bug'doy, 5 kilo makka solsangiz 40 ta qo'yga chiqsa 10 kilo. Bor 7 kilodan 14 kilo makka bug'doyni pishirasiz. 3 kilodan 6 kilo 2 mahalga kessa, kepak. 12 kilo kepak. 14 kilo. 14 kilo haliga ketadi. Makka bug'doy. Makka bug'doy. Necha yillarmi mashina qo'y boqib daromad qilasiz? Bizmi? Ha. Tishimiz chiqqandan beri. Necha yil bo'ldi o'zi ishingiz chiqqaniga? Tishim chiqqani endi inam biladi-da, meni tishim chiqqani. Men qaydan bilaman? Nima deydi bir necha yildan beri demoqchiman-da, shunisi qiziq. 34 ga kirdim. 34. Esimni taniganimdan beri shuni ichidaman. Buni olib kelaman, odamlarga yetkazib beraman. 30 yildan beri Qashqadaryodan, Qirg'izistondan, Jizzaxdan meni ko'rganlar, bilganlar hamma taniydi. Bu 100 ta so'raydimi, 50 ta so'raydimi, tov beraman, 200 ta so'raydimi? 200 ta so'raydi, to'g'ri akalar. 30 yillik tarjiba deb o'tib ketaveraylik, 30 yillik. Shuni ichidagi odamman. Ham baqaman, ham shu bilan shug'ullanaman. Daromad yaxshi. Chidasa bo'ladi. Xudoga shukr, nolimaymiz. Nolimaymiz akalar. Birovdan kam bo'lib qolgan yerimiz yo'q. Ko'pi nechtagacha baqqansiz? O'tgan 30 ta baqadim. Hop. 40 ta qilib qo'ydim. Bu yil 40 ta. Prostaliga o'zi savdogarsiz, prosta endi uyda turadi qo'ylar, to'g'rimi? Ha. O'zlari savdogar, nima deydi? Qo'y uyda turadi, 40 ta qo'y. Mana shunday qilib yeydi akalar mana. Like tirs bosmasalar ham bo'lmaydi akalar bu ishlarga. Bu necha soatda pishadi mana shu makka bilan bug'doy yeylik? 2 soatda pishadi. 2 soat qaynaydi mana shu. Mana o'zini. Mana o'zini qiyida, o'zini qilsa. Aynan qalab qolmasa, yaqib qolma, pishadi. Bu hozir hamma paqirlikda 40 ta qo'yga yetib ketadi o'shanda, to'g'rimi? 11 paqir 40 ta qo'yga yetadi. 11 paqir qilasizmi hozir buni? Yana tayyorlaysizmi hali? 11 paqir akalar 40 ta qo'yga yetadi. O'shanda bitta qo'yga necha kilodan daligi bo'lishi mumkin, teyishi mumkin. 11 paqirimiz, bitta paqirimizni o'rtacha 6 kilodan pichganingizni hisoblab olavering. 10 paqirimiz 60 kilo bo'ladimi? Shu 10 paqir 60 kilo bo'ladi. Bu pishgandan keyingi holati-da. Pishgandan keyin Kepak 3 kilo chuluq. 3 kilo chilar. 16 kilo, 19 kilo yemdi bir mahal yeydi. 19 kilo endi bir mahal 40 ta qo'y. 40 ta qo'y. 20 kilodanga bor ekan-da pashti. Shunaqa. Yarim kilodan pashti. Shunaqa. Yarim kilo deylik akalar, yarim kilodan tiy ekan. Ha, pishgandan keyin lekin 1,5 kilodanga bu aralashma suv hamma yo'g'i bilan 1,5 kilodanga aylanadi. Pishgandan keyin 1,5 kilodan aylanadi. Bu pishgandan keyin yancha ko'payadi. O'sha 1 kilo, 1,5 kilo bitta qo'y yevoradi. Xotirjam. Bitta qo'y pishgandan keyin o tashayman, to'kaman, ko'rasiz. Ha, tushunarli. Mana shu 4 paqirda shu o'shida 20 bitta qo'y yevoradimi yo 5 paqir, 6 paqir ketadimi ularga? 7 paqir ketadi shu. 7 paqir. 20 bittasi. O yangilar bor. 8 talikdan. Bitta 10 talik, bitta 8 talik. Yangi ularga sal azroq beriladi. Ularga 2 paqirda. Ularga 2 paqirda. Mana u narigilar o'zi yetilib qolgan qo'ylar 50 kun bo'lib qoldi, yetilib qoldi. keyin
Akalar like ni bosib, otangga rahmat deb manchalik nima deydi? Mehnat qilayotganlar uchun like ni bosib, kommentariya yozib ketasizlar. Umuman ag'dag'da xolasa sekin ash qo'ylarni qanchadan olib, qanchadan daromad qilyaptilar o'shani ham to'liq yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Sizlar like ni bosib tursalaring bo'ldi. Bizning kanalni qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi akalar. Mana bunaqa ko'p foydali videolar chiqarib turamiz. Qaytadir foydali bo'lib qolishi mumkin akalar. Yana oxirigacha ko'rib turavering. Mana akalar, vashna qilib har kuni vashna tayyorlab berasizmi? Har kuni 2 mahal, ertalab kechqurun. Ertalab kechqurun mana tayyorlab berilaveradi. Har kuni 2 mahal. Endi bunisini yana aliq olinganda, abayga yana. O'g'laman-ku. Supim buni kelayman. Ashna qilib olinadi. Yem tayyorlash jarayoni deydi akalar. Ana anda qilib tayyorlanadi akalar mana. Bu sal issiq emasmi demoqchiman? Issiq. Hozir ulovlar aralashtirilgandan keyin soviydi. Ulovlar aralashtirilgandan keyin sal issiq ekan demoqchiman-da, shunga Issiq. O'ta issiq. Yo'qsa biz sekin nima deydi? O'chirib to'lash qo'ylarga yem berilayotgan joydani sekin ko'rsatsak bo'laveradi. Bo'ladi, mana bag'ini oldimiz odamlar ko'rdi. Ko'rishdi, xudo xolasa, yo'qsa qo'y qanaqa berilayotgani hammasi sekin akalar video davomida ko'rib borsalaring bilasizlar akalar. Islom aka, mana shu oxirda qolganlari ham turaveradimi? Mana shu oxir mana shu. Mana shashagini qo'ymaydi, mana ustiga suv beraman. Shagini sevaveradi. Bu abitdagi yemmi va shashag? Abitda solingan shagi. Nima shag o'zi bu shag? Yerga alagis palagini. Yeranga appalagan mana nima deydi akalar mana? Bunaqas, mosh mana akalar tayyorlab olinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Qo'ylar boqib, mana shuna qilib boqiladi akalar qo'ydan. Qo'ylar o'zi pash. Bular yetilib qolganmi qo'ylar? Ha, bular Necha oy bo'ldi kelganiga bular? Bular 1,5 oy, oldiga 2 oy bo'lyapti. 1,5 oy, 2 oy. Endi har xil emas, bitta bir xil kelmagan-ku. Kelmaydi-yu. Shunaqa, bular terib o'zlari yaxshi-yaxshidan boqqan, tashalgan suyali o'sha. Mana akalar qo'ylar, lekin badani o'ta. Necha oyda qo'y boqib tayyor qilib chiqarib olasiz uydan siz? 70 kun, 80 kun. 70 desa 90 kunda. 3 oy. 3 oy deylik, ha, 3 oyda qo'y tayyor bo'lib chiqib ketadi. Bo'lmasa 70 kunda sotib oladi. 70 kunda emasam sotib yuboriladi. 3 oyda qo'y tayyor bo'lib chiqib ketadi. Mashina nechta qo'y bor Islom aka? 20 bitta. 20 bitta qo'y. Nechta mashina ona uzunligi mana bunaqa nechta beradi mana bunaqasi? 20 bitta qo'y necha metrda turaveradi degan akalarimizga-da bu. 6 metr. Onun taqasiga 6 metr, ha? Onun taqasi. 6 metr sig'averadi mana shunday qo'ylar hammasi hozir. O bitta tog'ada qolib ketib qoldimi mana shular demoqchi. Hozir ana ya oldiga 7 ta qo'yga qo'shyapti. Bular sal semirib kengaygan deb menimcha, bu hozir. Bu qo'ylar kelganda bunda qolmagan bo'lsa kerak lekin akalar. O'ta hozir o'shancha qo'ya bittasi menimcha bedimda qarasam siqat qilmaydanga o'xshadi-da. Shunga akalar ha. Bunday qilib boqish hammamizga nasib qiladi akalar. Bunday qilib boqsangiz, ishdan kelib ko'rsangiz charchaqlatib ketadi akalar mana. Qo'yganlar qayda Islom aka qo'yladi? Qo'yganlar, 40 ta qo'yga. Qo'yganlari Navori 8 ta turibdi. Ana akalar aşağıda qo'ygani. Sekin, bo'lmasa mashaydan bir ma'lumotni berib qo'ygansiz. Qachon necha oy bo'yi nechidan tayyor baqasiz, shuni ma'lumotini bermasangiz bo'lmaydi Islom aka. Necha baqirni to'ydingiz hozir mashaga? 5 baqir. Bayda 12 ta. Bayda 12 ta. Mana akalar. Bunisiga 4 baqir, bunisiga 5 baqir olib ketmadimi bunisi? Yo'q. Bunisi 4 baqir to'kilyapti endi bunisi. 3 baqirmi 4 baqir? 4 baqir bo'ldimi bunisi necha baqir? 3 baqir, 4 baqir bo'ldi. 7 baqirda. 7 baqir.
Islom aka mana tepasidan ko'rsatib turgan biladi. necha oy bo'ldi dedingiz kelganiga? Oldiga 2 oy bo'ldi. Oldiga 2 oy bo'ldi. Mashalloh, qo'ylar akalar Buning haqiqatdan. ichida 1 oy va to'lmagan qo'ylar ham bor. Bir oydan kelmaganligi nima deydi? Kelganiga bir oy bo'lmaganlar ham bor. Bor. Bir oydan kelar. Mana 100 kilo oshiqlari bormi? 100 kilodan oshiqlari ham bor. Bular yana necha oy boqasizlar, necha oy tayyor qilib sotib yuborasiz? Qur'onliqqa ta. Qur'onliqqa tayyor bo'ladi. Inshaalloh. Mana shu necha kilolik bo'lishi mumkin mana shu qo'ylaringiz? Masalan, shu qur'onliqda yaxshi baqsangiz. Shunaqa. Go'shi 60 kilolik bo'ladi. Bo'ladi. Go'shi 60 kilolik bo'ladi. Islom aka nima deydi? Buning ichida hammasi 50 kilodan o'tadigan qo'ylar. O'zingiz mashq qiladi. Aytoring ochiq. Nima deydi? Necha puldan olib, baqib, necha pul daromad qilsa bo'ladi, shunisini ma'lumotini bering. Necha puldan olib tashlagansiz mashq qo'ylarni? Qo'ylarni ona bola olib, bolasini sotganimdan keyin 3,5 million. Hop, Oldi 4 million qolgani ham bor. 4 million qolgani ham bor. Har xilda bayda. Sizga quyuq-suyuq mashina necha pul turibdi mashina? Hammasi 40 bittasimi, 40 nechtasi necha pulda turibdi sizga deb hammasini pishganingizda. Hammani pishganimda hozir 9 ta 10 tasini bolasi bor, uni pichib bo'lmaydi. Qolgani mana shularni ayting. Yakka qo'ydi. Pichganda hozir bizga o'rtacha 3,5 milliondan turibdi. 3,5 milliondan turibdi. Qash qur'onliqda necha pullik bo'lishi mumkin? Buni endi avvalo xudo 6 million o'tadigani ham bor. O'zi hozir 5 milliondan o'tadigani navol. 5 milliondan o'tadigani ko'p. 100 kiloliklari endi turish holati 100 kilolik ko'p. Katta gigant qo'ylar ekanda akalar mana. Dega qarang qo'y yursa ko'rinadi. Haqiqatdan uni qarang mashalloh. Haqiqatdan o'ta katta gigant akalar. Hammamizga mayna qilib boqish nasib qilsin akalar. Qo'ydi qarang mana. Mashalloh. Haqiqatdan havasga mehr bilan qaraladi bu qo'ylarga. Yana qo'yim bor ekan deb olib kelib tashab qo'ysa u ziyon qiladi. To'g'rimi Islom aka? Bu mehr bilan qarash kerak bu qo'ylarga. Bo'lmasam jazamga. Bularga Sekin gapirasizmi? nima deydi? Mehr bilan qaralsa, nima deydi? Foyda qilaman degan akalarimizga necha pullik qanaqa qo'ylarni olib boqish tavsiya qilasiz, Islom aka siz? Mana shular yangi keldi. Maşallah. Bular mana shu ona juni olinganlari 3 million 450 mingdan yetib kelgan. Qachon necha kun bo'ldi mana shularga? Bir hafta. Bir hafta. Bularni ham qani tashlaysiz? Ha, endi monolar qimmat qo'yazimja. Mana qashqalar mana ular. Monolar qimmat qo'y. Necha pullik qo'ylar mana shular, Islom aka? Bular 4,5 million 600 mingdan bo'lgan. Bir 3 tasi. 4 million 600 ming so'mdan. Mana ilgariroq o'tgan bir kishi boqib turgan bo'lgan, undan men oldim. Bular ham baqqan tashalar akalar. Qo'ylar lekin maynaqa suyalik. Nima deydi? Islom aka yoshi qanaqa? 4 tish, 2 tish, 8 tish qanaqasini olib, nimasi qanaqa endi kishi yoshi kattasini tavsiya qilasiz, nimasini tavsiya qilasiz? Endi bar 30 yildan bir nima deydi? Tajriba bordir, bar nima deydi? Shu an biz ma'lumotini bering. Tish 4 tish qo'y, o'zgarishga ham yaxshiroq bo'ladi. Bezib qo'ying shuni. 2 tish 4 tish qo'y. Mashlar nechi? Mash 4 tish 2 tish qo'ylar kerak ko'p menimcha. Mashlar 10 ashlar. 6 tish 4 tish qo'ylar. 6 tish 4 tish. Mashlardan qur'onliqqa tayyor qilib yuborasiz, xudo xolasa. Pishadi, Qur'onliqqacha akalar tayyor bo'ladi lekin. Nima deydi? 500 ming, 600 ming, 800 ming qo'ylar. Yaxshi olib, nima deydi? Olishga ham bog'liq-ku. Yaxshi olib, arzonroq olib, yaxshi baqsa 1 milliondan foyda qilaveradi. Xotirjam. Endi haligi bu 100% bo'lmasa, qaysinisidir 1 million, qaysinisidir 500 ming, qaysinisidir 800 ming. Lekin ziyon qilmaydi. Yaxshi mehr bilan qarashsa, lekin bu qo'y jannatdan chiqqan narsalar akalar nima deydi? Tavsiya qiladilar, xudo xolsa. Mana shunaqa qilib boqsalang, kimdir foydalida baribir nima deydi? Musofirda akalarimizga ham o'zingiz Rossiyaga borib kelgansiz. Menmi ilgari Rossiyaga borganman. Borib kelingan. Lekin mana shu qo'y boqib bormay qo'ydingiz. Ha, yo'q, men o'zi polnisda shu qo'y bilan shug'ullanaman, tug'ilganimdan beri. O'rtada endi taqdir taqozo, bir sharoit bilan bo'lib borib keldingiz. Keldim-da, hamma qiziqqanday men ham qiziqib. Qiziq borib keldingiz. Lekin endi xudo xolasa mana shu qo'y orqasidan yomon bo'lmadim. Lekin mana shu qo'y orqasidan lekin borilmaydi, xudo xolasa. Endi iloji boricha mana shu yerda ota-onani qo'ynida mana shu yerda qo'y boqib, tirikchilik o'taveradi bemalol. Biz
Hamma narsamiz shu qo'ydi ketdi. Ana qo'sha mashinamiz ham, dadam, opalarim hojaga borib kelishi ham. Hammasi mana shu qo'ydi orqasida. Biz hech qayerda ishlamaymiz, hech qaysi. Hammasi mana shu qo'ydi orqasida. Shunday. Mana shunaqa qilib akalar mana hojiga ham borib uchastkalar mashinalar hamma oling. Mana shu qo'ydi orqasida. 30 yildan beri mana shu qo'ydi tarjibada qanaqa qilib boqib hammasini sekin arzonroq olib, yaxshi vaqtsalang mana daromad qilsa bo'laveradi. Bemalol. Islom aka xotirjam ayna tavsiya qilasiz, mayna qilib qo'y boqib, nima deydi? Tavsiya qilaman, telefon qilsin. Hop, So'rasa haligi qo'y kerak bo'lsa kelishaversin. Soni cheklanmagan miqdorda. nomeringizni qo'yib ketaylikmi? Ha, bemalol. Nomeringizni qo'yib ketaykanmiz. Akalar, bo'lmasam qanaqa qilib tushunmaganlarni bir so'rab, qayda biz ham tushunmagan yerlarimizni nima deydi, bilmagan bo'lsak, nima deydi? Islom aka bozordan olib kelgandan keyin qo'yga sirazi ham ko'proq haligi nima bersa bo'laradimi, bo'lmaydimi? Bozordan endi sirazi qo'yib keldingiz deylik. Bu misol yo'q, azroqdan berasiz. Azroqdan berib, siz ham endi mana shu yerga olib keldingiz, azdan berib o'rgatilib olindi. Azroqdan berasiz. Azdan berib o'rgatilib olindi akalar mana. Mana shunaqa qilib boqsalang qo'y 60 kilolik bo'lib chiqadi. Yapon ularni qarang akalar, mana shu katta. Mana akalar. Mashalloh. Akalar haqiqatan mana qilib boqsalang hammamizga nasib qilsin degan odam bitta like bosib, kommentariyada chiroyli fikr bildirib ketasizlar akalar. Mana. Mashalloh. Islom aka endi nima shu bugunga shu ma'lumotlarmi? Xudo xolasa shu. Tavsiya qilasizmi obunachilarga, nima fikringiz bor? Mayna qilib boqishni tavsiya qilasizmi? Ha, mana ko'rib turishibdi. Buni bir yalg'an yo bekitib, yo buni qo'shib chaqda gapirga yerim yo'q. Kerak bo'lsa telefon qilsin, qo'y kerak bo'lsa ham qilishaversin, tov beraveramiz. Bemalol. Kelar yo'masam. Mashinalar ham sotilaveradi. Ekson, peksonga kerak bo'lsa, has qilsa bular. Ekson, peksonga kerak bo'lsa, kelar telefon qilasizlar. Yo'masam akalar, bugungi shular ma'lumotlarimiz xohlasa, yo'masam sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar. Like, ertan chiqmas akalar.